Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Mana bugungi mashinamiz ham yakunlandi ishi. Bitta mijozimizniki bu ham tomlarini chaqlab, qo'ldan kelgancha tekislab qo'yilgan. Orqasini boshqacha fason qilganmiz. Biz oldin qiladiganimiz mana yerdan chiqib egalarida bu polni bo'ldi, mana tevasigacha ko'tarildi. Boshqacha fasonda ishlandi mana. Orqalari uyaltirib qo'ymaydi, xohlasa ikkili listda yopilgan. Rahman tepasiga ham ikkili listdan tayyorlattirganmiz baquvvat chiqishi uchun. Juda go'zal chiqdi mashina ham. Orqadan ko'rinishlari. Profillarimiz ham oxirigacha solamiz mana. Profil videoda ko'rinayotgan bo'lsa, ichida turibdi. Polni dakansa keladi shu joygacha. Mana bu tarafi ham juda go'zal chiqqan. Ichki qismini ham ko'rishingiz mumkin. Ichki qismi ham juda chiroyli chiqqan. Ishlarni ham svarkalarni moshina qilingan. Svarkalar uyaltirib qo'ymaydi xohlasa. Moshinaga mana bort qismlarini ham chiroyli qilingan. Mana 7 ta polosali bo'ladi. 8 ga 4, 1.8 plyusovый stenka ishlatiladi. Listi ikkili listda yopiladi. Tekis chiroyli chiqadi. Xudo xohlasa balon ko'tarsa bo'ldi, 2 tonnagacha yuk yuklayeriladi. Svarkamizga javob beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Abdulahad Labochiga aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqamlarimiz yozib qo'yilgan. Ishlaringizni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Bu mashinani svarkasini bitirib berishga olingan, ponni bitirib berishga ham kelishaveramiz.